Xitoy Xalq Respublikasining Lujou shahrida aralash jang san'atlari bo'yicha 3-Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Nufuzli musobaqada vatanimiz sharafini O'zbekiston terma jamoasining shijoatli sportchilari munosib himoya qildilar. Umumjamoa hisobida sportchilarimiz 4 ta bronza, 1 ta kumush va 1 ta oltin medallarini qo'lga kiritishdi. Shuningdek, Dadaxon Hasanov va Nodir Jumanovga Osiyo aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi tomonidan xalqaro toifadagi hakam sertifikatlari tantanali ravishda topshirildi. Kuni kecha esa milliy terma jamoa delegatsiyasi Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida tantanali ravishda kutib olindi. Xitoyda bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Keyingi Osiyo o'yinlariga birinchi o'rin olishga va'da beraman. Ustozlarim, hamma yaqinlarim, ota-onamga, MMA assotsiatsiyasiga kattakon rahmat, shunchalik sharoit qilib berganlariga. Xudo xolasa yanadam O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'taramiz. Ichki ishlar vazirligi hamda aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi rahbariyati sportchilarimizni vatanimiz sharafini munosib himoya qilgani bilan muborakbod etib, yanada katta natijalarga erishishlarini tiladilar. Ichki ishlar vazirligi rahbariyati ham MMA jangchilarini ushbu g'alaba bilan chin ko'ngildan qutlaydi. G'alabalaringiz bardavom bo'lsin.